信，世间有永恒，我不相信。人间还有真诚，一次次的恩怨纷争，已使我胸口满是伤痕。故作风中打转的沙滩，不要为了爱而牺牲。我自己不停地问，何时再打开那道心门？我不是自由的主人，我不做铁狱的见证。当雷霆轰然响起，惊醒了罪恶边缘的人。不做风中打转的沙尘，不要为了爱而牺牲。我自己不停地问，何时再打开那道心门？Ey, türün başlığı seni doktorxanadan yeni çıktı. Hazırca işlemisi mi boludu deydi. Rahmet efendim. Mama, ölgümüz geldi bu.
18 nafar jinoyatchining jinoyati bekitildi. O'lim jazosiga hukm qilingan mazkur deloga chetishlik jinoyatchi Shiyali turm soqchisi Feng Shifengni qutqizib xizmat ko'rsatganligi uchun o'lim jazosi kechirim qilinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Jazo Jiang Yi turmisida ijro qilinadi. Nimaga yig'laysan? Boshqa ariq tegsan bo'lmadimi? İştemanglar. Nere? Neri turinglar. Nima ish? Doktorxonadan yangi chiqdim. Yukinib uzun o'ltirsam bo'lmaydi. 7-oyning 12-kuni har ishimiz uchun unutilg'usiz kun. Ash kunlarda mening xizmatdoshlarimning ba'zi o'ldi, ba'zi yaralandi. Sening qarindoshlaring bo'lsa o'lim jazosiga hukm qilindi. Ayni vaqtda hammamiz o'zimizga hayvergan bo'lsak, bu ishlar yuz bermaydi. Esimda qilishicha, ayni vaqtda sudchi hukm e'lon qilgan kun. Dal o'g'limning 2 yoshga to'lgan kun ekan. Men o'lim jazosiga hukm qilingan bo'ldim deb tursam, o'ylamag'an yedin. Bu emas o'tib ketgan ishlar bo'ldi tilganmi? Yo'q, men sizga rahmat etmasam bo'lmaydi. Mening jonimni qutqizib qolgan tursangiz. Senmi meni jinimni qutqizib qolding-ku. Siz meni qutqizib qolmay, o'g'limni bir cho'ng qildingiz. Uning bilan ko'rishib qo'yamsan ya. Yo'q. Bo'ldi. Obdan turyotamdi. Obdan turyapti-da. Yaqinda amili o'sib, damog'a Shveysariyaga chang'i teyilg'ili ketdi. U o'tganda Shangan aerodromida bir qotilni tutib, cho'ng xizmat ko'rsatdi. Qara. Bu ikkimizning rasmi. U nima degan salofat? Necha yildan beri men ishkinglarni tanishib, obdan bir jam bo'lgan degan umid ijratqandim. Bo'lmaydi. Uni siz bir cho'ng qildingiz. Men hech qanday dadillik burchimni ado qilmadim. Yana kelib, men bir jinoyatchi, uningga tanishib qilsam qilmashmaydi. Ammo u sening o'z o'g'lingda. Sizdan o'tinib qolay. Bizning dadillik munosabatimizni uningga demisangiz, men sizdan umr bo'yi minnatdor bo'lib ketay. Efendim. Nima deysan? Sizga deydigan ajitim batdi. Elqi panviyoni ras men bilan birga yotqizgan bo'la o'tamsizlar, ha? Qanday deysan? Uni boshqa kameraga purib solsanglar bo'pti ekan. Men undaq odamlar bilan yotsam, toza kunamaydi ekanman. Ay, sening hammadan bek tajribang bor. Qilgan ishingmi durust? Seni uning bilan birga yotqizishga maqsad, u kunlarning birida aski ish qilib qo'ysa, vaqtida ma'lum qilamdi ekan deb aytgan gap. Sen shunchalik qo'rqinjaqmi? 1369 sizlar bilan birga yotadigan tursa, nimadan qo'rqsan? Biroq Meni demidi deb qolma. Bu sana xizmat ko'rsatilganga yaxshi fursat. Qisqasi sen uni obdan nazorat qil. Agar qizing bilan baldiroq jam bo'lishni o'ylasang, bu ishni obdan o'rlaysan. Kira. Ben şu deydigan ikki qiz kepim batdi, ha? Ey, necha 10 yilni yoq deb bo'lamadingmi? U doktorxonada yangi chiqibdi, shunga. Bo'lmaydi. Kirib ket. Kirmamsan? Ben şu, bağımsız. Ben şu. Lo'yamisiz? Qandayroq turyapsiz, ha? Yaringiz xil yaxshi qolgandi, ha? Yaxshi bo'lib qoldi, rahmat sizga. Telefizingizdan qaraganda ko'nglingiz qani xo'sh yaxshimanda? Qizim meni yo'qlab keldi. Bilamsiz, u Osiyo modellar musobaqasiga qatnashib, ikkinchilikka erishibdi. Uningdan boshqa texi muhabbat tutdi, ha? Asma unda sizga muborak bo'lsin.
Onun layığına ait kilişkenci gitken, ben ulanın resim var, sizge tamak vaktini ben köstey, bulamdı, kandak dedim. Ha, buludu. Obdan demilin emse. Ustam. Makul. Nime kalayım kaçlık bu? Resim yokturdu o. Ne gitkendi o? Resim yokturdu o. Bunu kim sütüvetkendi o? Çokum. Şu sütüvetti. Nima qaraysa? Men tanimdingmi? Nim qilmoqchi? Liyaka! Nima vaqiraysa? Birsini izlamoqchi edim. Ish topma. Mana. Men nima ish debdimi? Efendim, qarang. Kira. Bu resimni sen tutsan. Yurishsam bo'lmamdika? Bu resimnin 20 qini. Lekin sahip Jamalni demsan, sen uni nima qilasan, ha? Bana resimni qaytirib ber. Bo'ladi. Hayajonlanma. Mana hozir berma. Mana. O münafık. O içini qaytirib ber demadim ben sana. Bo'ladi. Beray, Kaplasın ketken sana. Hozir berma. Resimni qaytirib ber dedim. Nima oldiraysan? Qaytirib ber. Voy, bo'ladi, beray dedim, mana hozir berma. Beraman ku. Ner tur. Bir parcha resim kan ku. Qanchalik nasib u? Bo'ladi, mana beray. Ala. O gedeykeş ben nimi kösüp senden. Sen nima qilmoqchi? Qo'yib. To'xta! Nim bulaştı? O kızımın resimini tutuptu. Men nim bilay. Men tek uni xalqning ko'nglini xush qilib g'alatni o'xshaydi debdiman. Canımı tiktim. Boldu kıl değil mi? Esta! Boldu! Boldu! Boldu uğraşma Allah! Urmadı oldu ben. Loyingning bu nim qilgani? Bir parcha rasmni yirtib atganga shunda qilib ketgan bormi? Siz yangilishdingiz. O qiz uning yurak parisi. Pangyubi uning qizining rasmini yirtib atgandan keyin uning ochiq keldi albatta. Nemeli ish bo'lmasin, bizga ma'lum qilsa bo'lmadimi? Haq yugurib qolib, isiz qandoq bo'ladi? Meningcha ularning har ikkisi o'xshash jazolanishi kerak. Onda qilsak Loyingning arxiviga ta'sir bo'lmamdi. Mundaq olsin, ularga ogohlantirish beraylik. Bo'ladi boshliq. Qaraganda Loyingni uning bilan yotqizmasak bo'ladi ekan. Uni kimning qishida yotqizsak bo'la? Aras, Pangyubi Li akaga pek cho'qinadi. Shu uni ko'rgan yerda pek adabli bo'lib ketdi-da. Bo'ladi. Uni shu yerga o'tkaylamsa. Ha, bo'ladi. Voy, Bey, shipingmi? Men Ha. Yumi. Soat necha bo'ldi? Diqqat etmoqchisiz? nima ish vaqti Yumi? Jingan bilan ikkimiz uyingiz kiraylik degan. Voy. To'xtab turing. Ben Cingan. Ish vaqti, Jingang. Ben sizin turumuğa dair işler sormak istedim. Mundaq olsin, men ishdan tushgandan keyin paranglashaylik bo'lamdi. Xo'sh. Hemse. Ular ishga sajab oldiran hujumi. Sizni shundoq oldirish izlaydi ekan, nemish izlaydiganligini o'zim bilmaydi ekan. Aras, Yumi sizga pek obdan muomala qilyapti-da. Uni uyingizga qachon kelib olasiz? Chaqchaq qilmang. Men yosh bo'lsam kan kashki. Keldinglarmi? Ha, sizmi bormidingiz? Hanim bo'z kun tog'ang bilan pin tog'ang arishkisi bor ekan. Bularni so'rsang bo'ladi. Pentaga. Kelinglar, o'ltiringlar. Jingan. Biray ish vaqti, Jingang. Ama Jingangning aytishicha, u turmanglarning ko'rgazmasini ekskursiya qilgandan keyin saqchilaringlarning xizmatiga qiziqib qopti. Shu men uni qishinglar iltimosga doir rasmiyatlar o'qish beqish uchun boshlab kirishim. Bak obdan bo'pti. Jingangning mo turum saqchisi bo'lg'isi bor ekanda. Undaq bo'lsa, bundan keyin bir uyda boshliqmi bor, a'zomi bor, xotimi bor degan gap. Ko'ring, bu nima degan taysish. Yo'qlan gaplarni qilmangchimi? Hali bir xafa bo'lib qolmay. Rostini aytganda, siz shipmini tagsangiz dadbali ikkisining turmushimi yaxshilanib qoladi. Hech bo'lmagani kunni 3 vaqt issiq tomoqni yeylaydigan gap. Shunaqa emasmi? Ishingizni qiling, siz gap qilmadim. Qarang, sizni yo'qlan gapni qilaverdi ekansiz. U xafa bo'lib qoldi ana. Yo'q, siz qarab turing. U jazman dadbali ishqinglarning o'yini yig'ishtirib bagili chiqib ketdi. Hey Jingang, sizning rostilla turmush so'g'ingiz bormi?
Ammo meni ko'zim sal chataq. Ha? Sizlar qabul qilamsizlar yo'q, uqmayman. Jiroqni ko'ramamsiz. Ammo ig'ir emas. Anda qo'z chataq yo'q. Gradus yuqori bo'lmagandan keyin ancha ta'sir olmaydi. Nima qarayapsiz? Mening sizga o'xshash samimiy fazilatli ayolga zo'qim kelyotidi. Qaraganda bu uyga siz bo'lmasangiz bo'lmagandak. Rostini aytganda agar men bu uyga tunji qatim kelgan bo'lsam, sizni bu uyning ayol xo'jayini ekan deb qolarkanman. Rasma, chaqchaq qilmang bo'ldi. Hey, sizda beqina shiping nemishqa bag'anch samirib ketdi. Nima uchun? Chunki siz tuxum sho'rpisi bilan beqotsiz. U tuxum sho'rpisi ishimiz qandaq bo'ladi? Yeshi bir yak berib qolgan bilan o'zini kuchini bilmasa. Ba'zida derizdan qarasam kech soat 2-3 kichi qiraatxonasidan chirig'i o'chmaydi. U kech-kechalab ishlab, helimi chidaydi ekan. Bu gapni deysingiz, ayni vaqtda Jo'shan bosh rol olgan Ko'chadagi Parizat degan kinodagi derizimizning bir-birimizga qaraymiz doim degan so'z esimga kelyapti. Bo'ldi qiling, bag'anchi lozlash qiltirdingiz. Rasiyatni qilganda siz uning bilan tanishgili xil bo'lib qoldi. U kashkish xizmat bilan bosh ko'tarmaydigan odam. Siz uningga ancha-muncha bisharat berdingizmi? Mundaq ishni qandaq bisharat bagil bo'ladi? Bu oddiy gap-ku. Uni ko'rganda yo'lingizga qarayman degan naqshini esingizda ish bitmidimi, a? Sana o'zimni bir tortib qo'ymasam. Loyim, nim bo'ldingiz? Qo'lingizga diqqat qiling juma. Ochchig'ingizni yog'ochdan olsangiz qanday bo'ladi? Beshin shu. Loyimga diqqat qilib qo'yaylik-chi. O chataq terib qo'ydigandek turdi. Loyim, bo'pti qilim. Yertidigani yertib bo'pti. Unda odamlar hapilishib o'tirishdan hojati yo'q. Hey, loyim, biz yoshga cho'mib qolgan odam. Endi xato ish qilib qo'ysak, bu yerdan umr bo'yi chiqolmaymiz. Pakistazdanlar. Xayrliklar boshliq. Xayrliklar. Bu Yapandi yog'ochlik zavodiga yeng kelgan nazoratchi. Sizlar obdan ham Yaxshimisiz? Yapandi yaxshimisiz? Uni akir ko'pchilik tanishtirib qo'ying. Manglar ishni to'xtatinglar. Sizlarga tanishtirib qo'yay. Oyoq Yapandi yangi kelgan nazoratchi. Bundan keyin obdan hamkorlashinglar, ha? Bo'ldi, yuring. Bu peshqadam ustam, namuncha ishchi. Uning hunarga ipi bor. Ham qo'li yumshoq. Yuring. Hammangizning o'zinglar. Bo'ldi. Bu xotir daftar. Efendim, nima avarchilik bu? Az gap qil, sola. Kun tekshirishdan nima ishdi? Chaqqan bo'lsanglar-chi, bizim musobaqa ko'gil chiqatdik. Kot-kot qilishma. 1502. Son keldi. Kashingni. Kira. Merhamet. Efendim, benim mersebatim. Hey,
Yüjünfey, siz mitiniz? He. Bu yer kep kapsızgı. Apam bir yerde bir yağaçlık zavod açkandı. Bu yerde uçuruşup kalgınımızne, ben bu işe işleymen. Siz necep kögül bolmak ettiği. Zavodumuzda nazaretçisi bir gün sorgan. Şoň apam meni onun ornuna nazaretçilik iwetti. Ne boldu? Bir iş boldu mu? Ha? Men sizge nim dişimni ukmaýawatam. Bay bir mahbus ýançygymy bir nime sap goýup diken, kirgen diken ilip aldy. Nemiken? Kandak nesken o? Piçak oşap getirgen bir näsken. Ha? Bizning bu yerda siz degandek odamdan necha o'ni bor. Obdanroq o'ylanib, tafsili deb beqing, ha? Toğra 50-60 yaşadı bağı deymen. Endi isim geldi. Men ona näqsi xidi köýgen. Onda hos tapmak kasan. Ne kısa kadar neçe adam ba? Korpus diyette. Harbiy korpus 2. Birinchi korpus 5. Derhal tekşireyli. Loyana jiray bay başqa jiray turgan. Saqçı onu diye etet qılanlar dep qo'yam sen ya. Bo'lmasmiki? U tex o'lishgan xalq bilan urushgan tursa, endi undaq desak, Banyo bu yana başqa kamerga o'tib ketdimi? uni sizning qishingizga akirishni bugun qaror qildi deydi-ku. Bu şu mu? Emes. Boçu. Emes. Aldığa. Zoğzuyunla. Hey, turay o'rningdan. Yani nim boldu? Nars keraklilaringni yig'ishtir, bu yerdan ko'chsan. Köçsen? Sizge oyun bu berip etipti da. Adamni heli uyaga, heli bu yaga köçürüp üstüňizden arz kılaman. Bu yuqorining buyruğu, ko'chishib turamsan, jazog'imi. Bo'ladi. Chaqan bol. Chaqan. Tez. Yığıştırıvatıman ki bana. Kömüdünüz mü? Ne köçümen? Acapçılık kıldı adamla. Mana. Bir kuyudu la! Bir gün ben seni kanda kılıp ekki! Sokta! Siyah taşla! Bozak kalır mı? Hey, Cimota! Zenci, yaralanmagansiz. Yok. Onu turguzun. Sen. Yani sen. Başlık yine kirmez. Siz mi kirin? Cebraim qayıp ketdi o senden. Ötkende bir cidel çıkırıp edem tutup ala adettim ben. Hem de bu işini kıpsen, kamçı bilen tazısasam andın özgüresem mi ya? O kızımın resimini dep şitti. Kızıma hakaret kılıdı. Bu iş ötkende hal opamadı mı? Ben onu yötkü ettim go. Onu öldürsen, özün mü ölürsen şu? Sen kızın ne? Fakat oynamaydıgan okşamam sen. Efendim, ötkendimi o aval çekilgan. Nemi dep? Men mi taң cezalındı iken ben? Qaraganda menin hayatım tehditlik usrab etipdi. Men baş teptiş bilen görüşmen. Hayatım ne? Qoğdaşını talep kılıman. Ağzını yum. Ne molaklaysan? Siz adil hüküm çıkarmadınız. Menin hayatım tehditlik usrab etdi. Eğer sen canı yitirmesinin tözümüge boysunmasan seni hiç kim kutkuzmaydı. Dokun, bak bu işini tekşirip bana tepsili dokulatını izip ekran. Hop başlıq. Efendim. Boldu qil. Hemen çıkıp ket. Çıqa. Hemen çıkış. Longcan. Yaran eğri okşumandı. Yok, teren azırak sürüyü tuttu. Bundan keyin dikkat qil.
Leyakka, baya meni qutqizib olganligingizga rahmat. Gollandiyadagi inlarimiz sizga bak qo'l qo'ydi. Ular sizni ismi jismiga loyiq vijdon podshoyi deyishidi. Sen mening oldimda vijdondan eg'iz aytish salohiyatini to'shmaydi. Senlar vijdon degan so'zning ma'nosini bilishamsa, sen o rasmning loyihang uchun qanchalik muhim ekanligini bilib turib, yeritib etganing nimasi, ha? Durust. Ben xato qilibman. Baya, men seni qutqazmadim, loyihangni qutqazdim. O qayta xatolas bo'lmaydi. Men uning seni o'ldirib qo'yganlik bilan o'zining turmada o'lishini xohlamayman. Qanchalik nima etdi u? Unda qilib ketgidi. U o'zini chaqilmay, texim men mush etyotdi. Men surishtirdim. Uning hech nimasi yo'q ekan. Uningdan qo'rqamdiman. Aka, uning bilan qaringiz bo'lsin. Sana şunu deb qo'yay. Gollandiyadagi o'yinlaringni bu yerda ishlatkichi olma. Bizning bu yer buruntillar tinch edi. Sen kelibla olamni ma'lum qilding. Bo'ladi. Mendan o'tibdi. Liyaka, siz ko'nglingizga olmang. O'zing gapdan qisqasi, kelgisida turmadan chiqqandan keyin men cho'qim sizning kayningizda manaman. Birodar, endi bula. Bu yerdan chiqalasaqlar, shuning o'zi cho'ng ish. Endi qo'mimizni g'it qisib, singanlarimizni yeyli. Nima deganingiz bu? Bizning yeshimiz bir yerga bordi. Endi o'zimizga ish topmayli. Men endi uqdim. Men texsini ajoyib nocha odamkan deb ekanman. Sen asli bir afg'onasi ekansan emas bu. Sening tek odamni. Sen meni bir shapaloq urding, bilamsan? Bugun yana yuzingni qirib, sana cheqilmay turay. Nimaga qarayapsan? Ataman degan men. Sen Xudoga ishansang, men Gun Hazrat ishonman. Qandaq? Xudoga ishinib, iymoning yanglandi. O'zgarding, ha? Belli. Bo'lsa Xudoyingga da, mening gunohimdimi o'ssin. Menmi tövbe qilay, ha? Qani duo qilmamsa? Duo qilmamsa? Vullata! Qani tövbe qilmamsa? Qara, sana shuni deb qo'yay. Ha? Necha yildan keyin turmadan chiqsam, men yana hozirgidek nochi, sen-ku. Sen bo'lsang tövbe qiladigan to'q yurak. Xudoyingga da, meni afu qilsin. Bu hazratlari. Tura. Tfi. Latg'alab. Turibsiz-ku, o'tiring. Keling. Rahmat yenge. Yenge, uyingizni bek obdan saramjonlashtiryapsiz. Qaltiskansiz jimi. Oilaning ishlarini mustahkamlashma osonga tushmaganda haqiqatan. Burun bekcha patatdim. Hozir yaxshi. O'g'lim yordamlashyapti. A? U texi o'lish kundan boshlab jangi turmisida nazoratchilik qilyapti. Endi sizga yordamlashadigan bo'pti-da. Yosh bo'lgandan keyin obdanroq cheniqsa, bu yaxshi ish ekan. Qarang, bu yigit sizga to'nishdek turamdi. Ha, bu O'g'lim shu. O'tganda siz bilan bir aeroplarda kelib yetib, putingizga choy to'kib ketgan-ku. Bu rost sizning o'g'lingizmi? Ha, rost. Uning burni yaxshi bo'lib qoldimi? Yaxshi bo'lib qoldi. Ammo doktorning aytishicha, u endi havo bo'shlig'ining besimiga bardoshlik beramaydi ekan. Shuni u kasbini tashladi. U menga degandi. U bekotalab begzodlardek turg'ini bilan bek ko'ngil. Jinfey sizni bek cho'ng biladi. U sizning rasmingizni hozirgacha saqlab kelyapti. Apa, kimni cho'ng biladi ekan? Voy. Sizkensiz-da. Ha. Jinfey. Qani o'tiring. Mushturqing bilan mehmonning oldiga chiqdingmi? Kechiring, kiyimimni almashtirib chiqaman. Men saqlab turing, ha? Bu dunyo haqiqatan kichikkan. Ras, o'tiring. Rahmat. Bilamsiz, bu jo'z o'rindiqlarni dadam hayot vaqtida yasitibdi-kan. Yog'ichi bek esil. Rasma? Yengam bularni shuncha yildan beri asrab, bek obdan tutibdi. U qaltis ayolkan. Uni o'g'lima xeli bo'ladi. Sizning akangiz bormi? Yo'q. Men yolg'iz bola. Asli o'zingizni maqtab aytib ekansiz-da.
Demesim şundaq kömemsiz. Men aeroplan kütküçülüğünü qılmay zavodga berip aldım kelgen işini qılıvatıman. Buni odatdagi odamlar qamlashtiranmaydi. Ammo rost gap, opam haqiqatan qaltis ayol. Men 5 yosh chig'imda dadam tugab ketibdikan. Bu o'yini mushinchilik qilmoqmi oson ish emas-da. To'g'ri. Siz türmede ishlashdan qo'rqamsiz. Qo'rqaman. Törimga borsam ko'zoynak taqib olaman. Bilamsiz, men burundilla kichik chiroy, shunga to'la ziyon tortaman. Xalq türmening ismini anglasizlar, qo'rqish his qiladi. Zavotinglar türmening ishi tursa, helim sizlar qo'rqmaydi ekansizlar. Qo'rqsaqmi nima iloj? U bizga dadamda qolgan zavod. Zavod taqilib qolsa, odamning ichi seriladi. Men sizga dey, agar men opamni demagan bo'lsam, u yerga hargiz bormaydim. Nemishqa? U yerga qamalganlarning hammasi eski odamlar tursa. Ko'mamsiz, bugun bir qeri mahbus birisini o'ltirmoqchi bo'lib, pichig'ini men uqtirmay yanchig'imga usab qo'yibdi. Men hech tushunmadim. Ular nimishqa o'zgarmaydigan haqda. Shunga deb qoldim. Turma soqchilari ajoyib yurakli haqkan. Ular o jinoyatchilarning orasida xuddi portlatqich bombani yinig'sab yurgandek yuriyverdi ekan. Nima degan xatarlik? Uncha olama emas-ku. Hamma odam undaq eski bo'lmaydi. Turma kirganlarning nima deyaqsi bor deysiz? Men faqat tushunmadim. Ular nimishqa qasdan askil qiladigandu. Bilamsiz, gezlarda bu jinoyatchilarning oila jamiyatining bolalariga bo'lgan ta'siri intayin cho'ng. Ular cho'ng bo'lgandan keyin jinoyat sodir qilganlar borgan sari ko'payib ketishi mumkin debdi. Sizdan ularning erisiyat bilan qanday aloqasi bor? Masalan, ola inakning bolasi chala quyruq deydi ekan. Uningdan boshqa yana Ot aylanib, o'qirin topadigan gap bor. To'g'ri, shunday deymiz rost. Kechiring, meni ozroq ishim bor, men ketay. Birdam o'ltamamsiz. Bo'ldi. Anda qo'sman men mashina bilan sizni olib qo'yay. Bo'ldi, men ham ketay. Kelinglar, meviyanglar. Ingtov birdamdil ketibdi-ku. Uqmadim, qiladigan ozroq ishim bor deydi. Sen bo'lmaydigan gaplarni qilib tishig' tegib qo'ydingmi ya? Yo'q. Kimni izlaysiz? Yongtov xonimni izlab kelgan. O'zingiz kim? Nima deb izlaysiz? Men Jongyi turmisining soqchisi. Men uni Fujonning ishi bilan izlab kelgan. Kiring hamsa. Bu haq bak diqqat qildigan ya. O danliq model. Uni izlab kelganingizni haq ko'rib qolsa, yaxshi bo'lmaydi. Taqsir, siz uning nimasi? Men uning vositasi. Yongtov xonim o'zi bormi? İşiniz bo'lsa, uning dazisiga desangiz bo'lmadimi? Uni izlab nima qilasiz? U sizga yordam qilmaydi. Uning bor yo'qligini deb bersangiz bo'ldi. Mening uning deydigan gapim bor. Bo'lmaydi. U mening ilikimdagi odam. Uning jimi ishlarini men o'rlashtirman. Bu yerdan darhol keting. Siz mening vazifa ijro qilishimga to'sqinlik qilmoqchimi? Tengapandi, qachon kelgandingiz? Hozir kelib turishim. Bir ish bo'ldimi, qandaq? Boshqa ish yo'q. Men siz bilan ayrim paranglashsam bo'pti ekan. Kiring. O'ltiring. Rahmat. Dadamga bir ish bo'ldimi nima? Yo'q, o'tganda siz uning bagarasimni haq jirdi tutgan. Uning bak ko'ngli og'rib ketibdi. Undaqda siz Gap qilsammi unimaydi. Shu uning yana bir parcha rasm olib beray deb kelgan. dadamni nimanda qildiganda, rasm menda jiq tursa, uning xopi bo'lib, sizni shuncharoq yo'lda mandirish ketamdi. Odamni xijil qilib. Kerak yo'q. Mana, sizni avar qildik. Yo'q, loyihangiz bilan birga tushgan rasmdan yana bormidi? U rasm yo'q. Yana bir parcha tushib bersangiz, shuni olib bersam bo'pti ekan. Endi bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Xafalashib qoldinglarmi? Üzlüşüp ketdik. Qara, bu sal yomon. Ismi Ruybo. Ruybo, yaxshimisan? Siz bu ishlar bilan tanishgansiz. Albatta, men atrat boshlig'i bo'lgandan keyin bular darsini yaxshi o'tmasam bo'lmaydi-da. Siz bu xizmatni bek yaxshi ko'rdan o'xshamamsiz. Shundoq, men xatarlik ishga omroq. Yomon yeri yaqinda bu yerdan yetkilib ketadiganday turaman. Qandaq? Yetkilgingiz yo'qmi? Bu vaqtli ishkan-ku. Yana qaytib kelasiz emasmi? Yo'q, men dadamdan sal ranjib qoldim. U mening fikrimni ammo yetkazadigan yetkazib bo'pti.
Ne bo'ldingiz? Dadanız sizga mundaq qattiq talab qo'yadi. U qeri mahbusni bayni jazolab bo'lganda haqicha. O birisini asan jazolamaydi. Siz fuqamsiz, turmadagi mahbuslar uningga Mehribon janob deb laqab qo'yibdi. Mehribon janob, nim degan gap bu? Mehribon janobning kechirmishlari degan televiziya teatridagi haq yordam berishni o'zining burchi deb hisoblaydigan yiliq oq ko'ngil odamga o'xshatgan bo'lmamdi. Efendim? Hay seni. Nemanca açığın yaman nemi senin? Bir parça resimli dep, haq bıçak götürüp yürüsen kamlaşamdı. Qamlashmaydi. Ammo efendim, siz tushunmaysiz. Ne? Rahmat sizga. Rahmat sizga. Kızının layığı çetelge çıkıp gitipti. O qaytip kelgende bir resimge düşüp evet berdigan boldu. Bo'ladi. Siz nimdiga yaxshi. Ben Mehribon janob bo'lgandan keyin bunda qilmasam qanday qiladi? Mehribon janob keldi. Mehribon janob qani? Qalayim qanga qilmanglar. Bu anglab qolmasin. Xayrlik səhər. Xayrlik səhər. Xayrlik səhər. Xayrlik səhər. Xayrlik səhər Mehribon janob. Oy. Kechiring efendi. Yümey, Sizni qandaq shamal uchirib keldi? şərqi janub şamılı olmamdı. Hey, cingan qani? O turma saqchisi bo'ldig'ini deb badan chiniqtirg'ili ketdi o'g'ay. Abla. Nim bo'ldi? Oy, Onu bana moto talış beremdikin dep kelmen dedi. ha, men tanishib beray. Hay, qandaq gap bu? Yeshingiz bir yerga berib qolganda motoni nima qilasiz? Hozirning o'zida sizga deb qo'yay. Men sizning kayningizga chaplashib o'ltamayman, jimo. Siz talış bering. O'g'limning tug'ilgan kuni kelib qolgan. Motoni shuningga apamoqchi edim. Men sizga shuncha yillardan beri havas qilib kelyapman. Buning sababi nima bilamsiz? Chunki sizning oq ko'nglan baliq kuyuncha yeringiz bor-da. Hay, mava yaxshi, uningga cho'qim yaraydi. Mama, bak qiymatgan. Buni asam mening nimam qoladi? Yo'qay, bolangizga ep berdigan qumi qoningiz og'ramda. Bu gapingiz mugo to'g'ri. Mening o'zimning xirojatiga jiq narsa ketmaydi. Undaq jiq pulnimi nima qilaman? Bo'ldi. Mashinalay. Hey, nima qilyapsiz? Yeningizda yog'liq bormi? Ta'sirlanib ketdim. Shuncha qimmat tursinmi? Ep berman deyapsiz. Bo'ldi. Yig'lama, haq yo'q, nima deb qoladi, ha? Kechiring. Men kirib ketdim. Ey, dada, qarang, siz yaxshi ko'radigan tuxum poshkili. Vah, sen nima degan obdan? Bugun o'zi anashliq tayyorlab ketibsan-ku. Dada, men o'g'lingiz bo'lgandan keyin sizga nashliq tayyorlab bermsam qanday bo'ladi? Dada, men bak ta'sirlanib ketyapman. Nima ishqa? Nimaga ta'sirlandingiz? Dada, siz menga bak kuyindi ekansiz. Rahmat, dada. Nima bo'ldi? Nima qilg'ini bu? Dada, esingizda yo'qmi? Mening tug'ilgan kunim kelib qolyapti. Menga nima sovg'a qilay deyapsiz? Hey, cho'ng olding. Endi sovg'a qilishning hojati yo'q. Nima deb hojati yo'q ekan? Dada, bilmaslik silaman. Men benzinning purug'ini fuqib bo'ldim. Mening motoyim qani? Hey, sen qanday uqding? Men yengang debdi-da, ha? Shundaq boshliq. Hey, demay tursa bo'lmasmidi? Ajab qo'sqida gap yotmaydi ekan. Nima deb demaydi ekan? Degan yaxshi emasmi? Dada, moto oshqishini akilang. Bo'ling, dada. Bo'ling. Ishtik mansang bo'lmaydi, juma. Xo'p, boshliq. Hey, bundan keyin gapimga kirsan, mening obro'yimni to'kadigan ish qilsang, bo'lmaydi, juma. Xo'p, boshliq. Hey, sen yaraydiganni olaman deb bir muncha avar bo'ldim. Bu mening qon tarim. Obdan asra, uqdingmi? Xo'p, boshliq. Hey, mashada turib tur. Bu mening sovg'am.
我不相信世间有永恒，我不相信人间还有真诚。一次次的恩怨纷争，已使我胸口满是伤。